Assalomu alaykum. Bugun kekirdak haqida gaplashamiz. Kekirdak lotin tilida traxeya deymiz. Kekirdak 6-buyun umurtqasi sathidan boshlanadi va 5-ko'krak umurtqasi sathida tugaydi. Uning o'rtacha uzunligi 9-11 sm ga teng. Lekin bu o'rtacha uzunlik bu hammada har xil bo'lishi ham mumkin, gavdani uzunligiga qarab. Uning ko'ndalang o'lchami 15-18 mm ga teng. Bu ham o'rtacha o'lcham hisoblanadi. Endi kekirdakni ikkita qismi bor. Demak, yuqorigi kichkinaroq qismi, ya'ni qisqa qismi bu bo'yin qismi va pastki uzunroq qismi bu ko'krak qismi hisoblanadi. Bo'yin qismini biz pars cervicalis deymiz. Ko'krak qismini pars thoracica deb aytamiz. Endi kekirdakni demak chegaralari, ya'ni uni atrofida bizga ma'lumki, kekirdakning ikkita yon tarafida qon tomir nerv tutamlari bo'ladi. Demak, qon tomir nerv tutamlari bular vena, arteriya va nervdan iborat. Oldingi darslarda ham bu haqida gapirib o'tganmiz. Qon tomir nerv tutamlari mana hiqildoqning ham ikkita yon tarafida chegara edi. Endi orqa tarafida demak qizil o'ngach joylashgan bo'ladi. Mana orqa tarafini ko'rishimiz mumkin. Ezofagus, ya'ni qizil o'ngach joylashgan bo'ladi. Demak, oldingi tarafida bo'yin qismini oldingi tarafida qalqonsimon bezi bo'yin qismi bo'ladi. Demak, bo'yin qismining oldingi tarafida qalqonsimon bezi, demak bo'yin qismi joylashgan bo'ladi va ko'krak qismining oldingi tarafida aortani ravog'i joylashgan bo'ladi. Ya'ni biz buni arcus aorta deymiz. Aortani o'sha ravog'i joylashgan bo'ladi. Traxeya mana biz ko'rib turibmiz mulejda, demak 16-20 ta yarim halqasimon tog'aylardan iborat. Va ularning orasida boylamlar bo'ladi. Demak, yarim halqasimon tog'aylarni biz traxeya tog'aylari deymiz. Demak, cartilaginous trachealis va ular orasidagi boylamlarni, mana bular boylam, ya'ni o'sha traxeyani tog'aylarni o'zaro birlashtirib turadigan boylamlar ligamentum annularia deymiz. Endi nima uchun yarim halqasimon? Chunki mana demak, uni oldingi ikkita yon tarafida bor tog'ay, lekin orqa tarafida tog'ay bo'lmaydi va orqa tarafida parda bilan qoplangan bo'ladi. Biz buni pars membranaceae, ya'ni parda qismi deb aytamiz, chunki orqa tarafida men yuqorida ham aytib o'tib ketdim, qizil o'ngach bo'ladi. Qizil o'ngachdan mana ovqat massasi o'tayotgan paytda qizil o'ngachda hajmi kengayadi va biroz mana bu traxeyani sathiga botib kiradi. Aksincha bo'lganda, demak, ovqat o'tmayotgan payt, nafas olayotgan paytda demak bu aksincha bo'ladi va traxeyani mana shu parda qismi biroz orqaga bortib chiqishi mumkin. Demak, mana shu traxeyani asosiy tuzilishi 16-20 ta yarim halqasimon tog'ay va ularning orasidagi ligamentum annularia boylamlaridan demak tashkil topgan. Endi traxeyani devoriga to'xtaladigan bo'lsak, mana traxeyani biz devorini ko'rishimiz mumkin. Traxeyani devorida ichki tomonda shilliq qavat, biz buni tunika mukosa deymiz. Undan keyin ikkinchi qavat, shilliq osti qavat, tela sub mukosa, shilliq osti qavat va tashqi tomoni bu bevosita biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'ladi. Demak, shilliq qavat, shilliq osti qavat va tashqi biriktiruvchi to'qimali qavat. Tunika adventite deymiz, biriktiruvchi to'qimali qavat. Demak, boshqa naysimon a'zolariga qaraganda traxeya devori 3 ta qavatdan iboratligi bilan farq qilar ekan. Endi yuqorigi chegarasi bizga ma'lumki, bu hiqildoq bilan chegara, larynx bilan hiqildoqning mana uzuksimon tog'ayi va traxeya o'rtasida demak boylam bo'ladi. Biz buni ligamentum cricotracheale deb aytar edik. Va pastki chegarasi 5-ko'krak umurtqasi sathida demak bevosita mana bosh bronxlar bilan traxeyani chegarasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha 5-ko'krak umurtqasi sathida traxeya tugaydi va bosh bronxlar boshlanadi. Ikkita bosh bronx bor, demak o'ng bosh bronx, chap bosh bronx. O'ng bosh bronxni biz bronchus principalis dexter deymiz, chap bosh bronxni bronchus principalis sinister deymiz. O'ng bosh bronx kalta, mana o'zi mulejda ham ko'rinib turibdi, bu kalta, lekin biroz enliroq, ya'ni qalinroq bo'ladi. Bu demak o'rtacha
5-6 ta mana bu yarim halqa tog'aydan iborat bo'ladi. Chap bosh bronx uzun, lekin ingichka bo'ladi. 9-10 tagacha yarim halqasimon tog'aydan iborat bo'ladi. O'ng bosh bronxga bevosita traxeyani davomi sifatida qaraladi, chunki bu traxeyaga nisbatan biroz qiyaroq joylashgan xolos, lekin chap bosh bronx bu biroz ko'ndalang joylashgan bo'ladi. O'shuning uchun ham mabodo ehtiyotsizlik oqibatida traxeyaga ovqat massasi tushib qoladigan bo'lsa, ko'pincha o'ng bosh bronxga tushadi. Chunki bu o'ng bosh bronxni traxeyani bevosita davomi hisoblanadi. Biroz qiya bo'ladi, to'g'ri, aynan o'sha o'ng bosh bronxga o'tib ketadi. Bronxus principalis dexterga. Endi mana bu chizmada mana biz ko'rishimiz mumkin, traxeya mana ikkiga bo'lindi. Demak, o'ng bosh bronx, demak aytib o'tdim, kalta lekin yo'g'onroq, chap bosh bronx ingichka lekin uzunroq. O'ng bosh bronx bevosita qiya joylashadi, chap bosh bronx biroz ko'ndalang joylashadi. Endi bu yerda bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. O'ng bosh bronxni, demak, pastki tomonida mana men qizil bilan chizib qo'yganman, arteriya va uni pastida demak vena joylashgan bo'ladi. Demak, bronx, arteriya hamda vena qon tomirlari to'g'ri keladi. Bu o'sha o'pka darvozasiga kirish joyiga, aynan o'sha o'pka darvozasidan kiradi. Bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, demak, chap o'pkani darvozasidan mana bronx kiradi va uni demak ustki tomonida arteriya, pastki tomonida vena bo'ladi. Bunga e'tibor qilishimiz kerak. Demak, bronx, arteriya, vena, arteriya, bronx, vena ikkala tomonda ikki xil holatda bo'ladi. Endi o'ng bosh bronx 3 ta bo'lak bronxga bo'linadi. Demak, bronchus principalis dexter bo'lak bronxlarga bronchus lobaris superior, bronchus lobaris media, bronchus lobaris inferiorga bo'linadi. Chunki o'ng o'pka o'zi 3 ta bo'lakdan iborat. O'shuning uchun ham har bir bo'lakka bittadan alohida bo'lak bronx ketadi. Chap o'pkamiz demak 2 ta bo'lakdan iborat. O'shuning uchun ham mana yuqorigi va pastki bo'laklar, yuqorigi bo'lak bronx, pastki bo'lak bronx ketadi. Demak, bronchus lobaris superior, bronchus lobaris inferior. Shuning uchun ham o'ng o'pkada 3 ta bo'lak bronx, chap o'pkada 2 ta bo'lak bronxlar bor deb qaraladi. Endi arteriya hamda umuman olganda mana arterial yo'nalishi bo'yicha e'tibor qilamiz. O'ng o'sha bosh bronxdan chiquvchi yuqorigi bo'lak bronxni mana ostidan o'tyapti arteriya. Qolgan mana ikkalasini, demak, o'rta va pastki bronxni demak ustidan o'tyapti. Bu tomonda ham demak mana ikkalasini ustidan o'tyapti. Shuning uchun ham biz demak aynan mana bu bronximizni, ya'ni bo'lak bronximizni, yuqorigi bo'lak bronximizni bronchus lobaris superiorda o'ng o'pkadagi epiarterial bronx deymiz. Qolgan barcha bronxlarni arteriya ostidagi bronx, ya'ni subarterial bronx deb aytamiz. Endi shu o'rinda bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Mana yarim halqa tog'aylar bronxlarda ham davom etadi. Yarim halqa tog'aylarni traxeyadagi oxirgi yarim halqa tog'ay, demak mana ikkita bosh bronxni mana o'rtasiga kelib birikadi oxirgisi. Va natijada mana bu yerda cho'qqi hosil bo'ladi. Bu traxeyani ichiga botib kirish natijasida, botib kirganligi uchun ham traxeyani cho'qqisi, ya'ni karina traxeya deb aytiladi. Demak, mana shu sohani biz aslida mana bu bifurkatsiya traxeyani ichkariga botib kirgan qismini biz cho'qqi deb aytamiz. Bifurkatsiya degani bu traxeyani ayrisi degani. Demak, traxeya ayrisini ustida mana ichkariga botib kirgan traxeya cho'qqisi bo'lar ekan. Karina traxeya. Endi bizga ma'lumki, o'pkada segmentlar bor. Demak, segmentlar bronxlar hosil bo'ladi. Mana bu bo'lak bronxlarda. Demak, bosh bronxdan bo'lak bronxlardan segmentar bronxlar hosil bo'ladi. Misol uchun mana o'ng o'pkani yuqorigi bo'lagida demak 3 ta segment bor. O'rta bo'lagida mana 2 ta segment bor. Pastki bo'lagida 5 ta segment bor. Demak, o'ng o'pkani o'zida jami 10 ta segment bor. Endi e'tibor qilamiz,
mana bunda demak mana bu yuqorigi chap o'pkani yuqorigi bo'lagida ham pastki bo'lagida ham mana 5 tadan jami 10 ta segment bor. Demak, o'ng o'pkada ham 10 ta segment bor, chap o'pkada ham ikkalasida ham demak o'sha 10 tadan segment bor. Endi e'tibor qilamiz, segmentlari soni nechta bo'lsa, demak har bitta segmentda bittadan segmentar bronx ketadi. Demak, yuqori bo'lakda 3 ta segment bormi? Demak, bu 3 ga bo'linib ketadi mana bu bo'lak bronxda o'zi. 3 ta segmentga bittadan segmentar bronx ketadi. Bunga 2 ta bo'lak bormi? 2 ta segment bormi? Demak, bu 2 ga bo'linadi. 2 ta segmentar bronx ketadi. Va mana buni men chizdim, eng ko'p shu. Demak, pastki bo'lagida o'ng o'pkani 5 ta segment bo'ladi. Demak, bu mana 5 ga bo'linib ketdi. Demak, har bitta segmentga bittadan segmentar bronx ketadi. Biz bularni bronxus segmentaris deymiz. Endi men takrorlayman. Mana traxeya 2 dan bo'linish natijasida bosh bronxlar hosil bo'ldi. Bronxus principalislar hosil bo'ldi. Bosh bronxlardan bronxus lobarislar hosil bo'ldi. Bo'lak bronxlar deymiz. Bo'lak bronxlardan segmentar bronxlar hosil bo'ldi. Bronxus segmentarislar hosil bo'ldi. Va endi segmentar bronxlardan bo'lakcha bronxlar hosil bo'ladi. Va demak, endi bu yerda e'tibor qilamiz, segmentar bronx 9 tadan 10 tagacha dixromatik bo'linadi. 9 tadan 10 tagacha dixromatik bo'linadi. Endi men 10 tani hammasini chizib o'tirmadim. 9 ta 10 ta dixromatik bo'linish bu yerda bo'ladi. Dixromatik degani 2 ga teng 2 ga bo'linib ketaveradi har biri. Va oxirgi o'sha demak dixromatik bo'linishdan oxirgi bronxini biz bo'lakcha bronxi deymiz. Demak, buni bronxioli lobularis deb aytamiz lotin tilida. Bronxioli lobularis demak bu bo'lakcha bronxi hisoblanadi. Demak, bosh bronx, bo'lak bronx, segmentar bronx hamda bo'lak bronx. Demak, bronxus principalis, bronxus lobaris, bronxus segmentaris, bronxus lobularis. Endi bronxus lobularislar bularda ham mana demak o'sha yarim halqa tog'aychalar bo'ladi, chizib qo'yamiz. Bronxus lobarislar o'sha oxirgi o'sha bo'lakcha bronxlari, ulardan endi terminal bronxiolalar hosil bo'ladi. Terminal bronxiolalar hosil bo'ladi. Bularning ham soni ko'p bo'ladi. Terminal bronxiola bunda yarim halqa tog'aylar bo'lmaydi. Demak, barcha mana bronxlarda bo'ladi, terminal bronxiolada bo'lmaydi. O'shuning uchun ham demak biz buni bronxiola deymiz. Bularning barchasini demak bronxlar deb aytamiz. Endi terminal bronxioladan nafas bronxiolasi, ya'ni bronxioli respiratoriy hosil bo'ladi. Bu o'sha terminal bronxiolani dixromatik mana teng 2 ga bo'linishi natijasida hosil bo'ladi. Va biz buni demak nafas bronxiolasi deb aytamiz. Nafas bronxiolasi bronxioli respiratoriy. Endi nafas bronxiolasini demak sathida alveolani naychalari hosil bo'ladi. Biz uni ductuli alveoli deymiz. Va ularning atrofida alveolani qopchalari hosil bo'ladi. Biz uni sacculi alveoli deymiz. Demak chizib qo'yamiz biz ularni mana har biridan demak naychalar chiqadi. Va demak ularning atrofida demak mana bundoq qopchalar paydo bo'ladi. Biz bularni demak alveola qoplari deymiz. Sacculi alveoli. Demak, ductuli alveoli, alveola nayi, sacculi alveoli, alveola qoplari hisoblanadi. Endi bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Mana shu alveola qoplari, alveola naylari, ya'ni sacculi alveoli, ductuli alveoli hamda nafas bronxiolasi. Bular demak o'pkani vazifaviy birligi bo'lgan atsinus hisoblanadi. Demak, bitta nafas bronxiolasi va undan hosil bo'lgan demak o'sha alveola nayi hamda qoplari bitta atsinus hisoblanadi. Demak, terminal bronxiola 2 ga bo'linishidan, dixromatik bo'linishidan bitta terminal bronxioladan 2 ta nafas bronxiola hosil bo'ldi. Demak, terminal bronxiola o'rtacha 20 mingta desak,
nafas bronxiyolasi 2 barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni 40 mingta bo'ladi. Demak, alveolalarning soni, aniqroq atsinuslarning soni ham o'rtacha o'sha 40 mingga yaqin bo'ladi. Endi mana shu sathni, demak, o'sha alveola nayigacha bo'lgan sathni, mana bu barcha bronxlar qatnashgan sathni biz o'pkadagi bronx daraxti, arbor bronxiyoli deymiz. Demak, o'pkaning bronx daraxti hisoblanadi mana shu tizim.